Mana o'sha kommentariyalarda ko'p kishi so'ragan. Rubik. Hop. Square minus 1mi xullas shu. Instruksiyasi kerak bo'lar ekan. Nimadir olsak bo'lar ekan instruksiyadan ham xullas mana o'sha Rubik. Hop, bu jahon chempionatida ham yig'iladi. Kim bilmagan bo'lsa, bu yerda jahon chempionati ham bor. Rubik yig'ish bo'yicha o'sha jahon chempionatida ham bu vaqtga yig'iladi. Hop, buni aylanishi yaxshi ekan, lekin buni ham xohlagancha aylantira olmas ekan. Ma'lum bir yo'nalishda ekan. Mana tarafi bu taraf aylanmas ekan. Xullas, buni ham imkoniyati cheklangan ekan. Aylanish imkoniyati. Ma'lum bir yo'nalish aylanar ekan, lekin bunaqasiga xullas o'zini yo'li bor ekan, aylantirishi buni ham. Sababi shakllar bu yerda har xil bo'lganligi uchun mana bu yerda to'liq uchta qismda egallagan ekan. Bitta bo'ladi o'zi. O'sha taraf 1, 2, 3 tarafda bor ekan. Shuning uchun ham aylantirish ozgina qiyinroq. Buni yig'ishni bilmayman to'g'risi. Endi o'rganamiz. Aylanishlari lekin menimcha yaxshi bo'lsa kerak. Birinchi aylantirishim buni. Xullas shunaqa Rubik. Agarda sizga kubiklar haqida kontentlar qiziq bo'lsa, sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Har kuni qiziqarli videolar chiqarib boraman. Kubiklar haqida ma'lumotlar berib boraman. Agarda shu video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying, yurishini qizartirib va Rubikka qiziqadigan do'stingizga jo'natib qo'ying.